Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, ba'zi qarindoshlarimizning shu qiyomatning alomatlari haqida so'zlab berishimni talab qilganligi uchun mush to'g'rida bir ikki og'iz so'z qilay dedim. Endi qiyomatning bo'ladiganligi shaksiz haqiqat. Uningda hech kim ixtiloflashmaydi. Ya'ni hech qanday bir musulmon ixtiloflashmaydi uningda. Çünkü kıyamet gününün bulunduğu işiniz imanın asaslarından biri. Bulup mu Allah Teala'nın varlığı ve kıyamet günüge işiniz aş 6 imanın asaslık yadrosu. Kıyamet günü bu dünya hayatı bütünlüğü ahirleşip Allah Teala'dan başka hemen narsa fani bolgandan ahiret isimlik yeni bir hayatın başlanışı deganlik endi. Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'de hesap günü, din günü, ahiret günü, mukafat ve ceza günü degan o'xshash har xil isimlar bilan kelgan. Endi qiyomatning qachon bo'ladiganligini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi endi. Buni payg'ambarlar ham bilmaydi, farishtalar ham bilmaydi. Buningda bütün musulmonlarning orasida hech qanday ixtilof yo'q. Endi qiyomatning vaqtini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi, ammo qiyomatning kelishdan burungi alomatlarini endi Qur'on Kerim va ba'zi hadislar bayon qilgan. Endi qiyomatlarning alomatlaridan maqsad qiyomat qoyim bo'lishdan burun yuz beradigan ahvollar deganlik endi. Bu ikki turlik bo'ldi. Biri qiyomatning kichik alomatlari, yana biri uning cho'ng alomatlari. Endi qiyomatning cho'ng alomatlari bilan kichik alomatlarning o'rtasidagi farq qiyomatning kichik alomatlari qiyomat qoyim bo'lishdan xeyli burun yuz beradigan va nurg'un kishilar his qilib bilolmaydigan ishlar. Ama onun çoğun alametleri kıyamet kaim buluş aldığı yüz beradigan, dünyada çoğun özgürlük peyda kıldığı işler. Ülemalar hem de kıyametinin çoğun ve küçük alametlerini aytkan. Endi kıyametin küçük alametleri birincisi kişilerin xiyaliga kelib bakmaydigan işlerinin yüz berişidir. Bular biz yaşayotgan zamanda her günü digidek emdi. Burunqilarning aqliga kelib bakmagan nurg'un yangi ishlar chiqib o'tganlar masalan. Zamonimizda ilm fanning taraqqiy qilishi bilan texi bundan 100 yil burungi insonlarning xiyoliga kelib bakmagan fan texnikalar, kashfiyotlar, ijodiyatlar meydonga keldi masalan. Televiziya deymiz, antena, kompyuter, internet, tor uchurlari va boshqa yangiliklar zamonimizda meydonga kelgan ajoyib ishlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z vaqtida kelajakdagi ajoyib ishlardan xabar bergan. O mundaq degan. Sizlar ajoyib ishlarni ko'rmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Sizlar ko'rib bakmagan va xiyolingizga keltirib bakmagan ajoyib ishlar meydonga keladi. Endi mushu hadisda deganga o'xshash shu ishlar bo'layotdi. Buni hech kim inkor qilmaydi endi. Ikkinchisi endi yalan toshlarning isl qasrlarga ega bo'lishi deb kelganda endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomatning alomatlaridan biri padişchilikdan boshqa hunar kasbni bilmaydigan, namratlikdan, muhtojlikda kun o'tkazadigan yalan toshlarning isr qasrlarga ega bo'lganligini xabar bergan. Alloh taolo musulmonlarga neftdan iborat katta boylikni ato qilgandan keyin asrlar bo'yi padişchilikdan boshqa kasb bilmaydigan, namratlikda o'tgan Arablar va boshqa millatlar xuddi payg'ambar alayhisalom oldin xabar bergandek isl qasrlarga ega bo'lganligi va turmushning muhtojligidan o'zgarib boshqa muhtojlar xayrat qiladigan darajaga yetganligi yani bundan başka nurg'un ishlar bunga misol bo'la oladi endi. Payg'ambar alayhisalom bu haqda muhtojlikda kun o'tkazadigan och yalang'och padişchilarning isl qasrlarga ega bo'lganini ko'rganda qiyomatni kutsang bo'ladi degan endi. Bu qiyomatning hamda kichik alomatlari endi. Üçüncü, yerim yalang'och kiyinadigan boshlarga tügünün lüksüge o'xshatgan narsalarni taqib oladigan ozg'un va ozdurg'ichi ayollarninki meydonga kelishi deyilgan endi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam buningdan 14 asr burun xabar berganlarning zamonimizda meydonga kelganligini hech kim shaklanmaydi. Hozirgi kunda televiziya kanallaridan berilayotgan programmalardagi haliqi ko'ngil echish günah kapatkan, köngül eçiş keçilerdeki nakçı ayallar ve restlerde yerim yalang'och kiyinib yuradigan ayallar dünya güzeli de başlarına atalmış yani
tajlarni taqib oldigan ayollar, yana nurg'unlar buning misollarida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu haqda mening ummatimdan do'zaxga kiradigan ikki xil kishilarni texislar ko'rib boqmadinglar. Biri qo'llarida kalining quyruqiga o'xshaydigan qamchilarni tutib olgan bo'lib, kishilarni uning bilan uradigan, ya'ni kishilarning haq-huquqlariga tajovuz qilib, ularga zulm qildiganlar. Yana biri yerim yalang'och kiyinib olgan, boshlarga tügünün lüksüge okşaydıgan narsalarni taqib olgan ozg'un ve azdurg'uchi ayollar bo'lib, ular jannatga kirmaydi ve jannatning hidini puryanmaydi deganlar. To'rtinchisi jonkisiz narsalarning so'zlaydiganligi. Payg'ambar sollallohu bir hadisda qiyomatning alomatlari to'g'riliq to'xtalib, qiyomatning alomatlarining biri shuki, odam uydan chiqib qaytguncha oilasidagilarning so'zlarini onun ayığı ve qamchi so'zlab berdi degan endi. Oyoq jonsiz narsa, qamchimi jonsiz narsa. Bir zamonlar kelib jonsiz narsalardan ovoz chiqadiganligini buningdan texi 100 yil burungi insonlar tasavvurga keltirib boqmagan bo'lishi mumkin endi. Zamonimizda yanfon ijod qilinishi bilan kishilar sirti ketib o'tib, oilasidagilarning ovozini anglaydi, masalan. Bunun boshqa nurg'un ishlardi. Beşincisi dini alimlarning tugab ketishi, yer tevrashning ko'p bo'lishi, vaqtning tez o'tishi, fasodchilikning ko'payishi ve igiz binolarning ko'p borliqqa kelishi degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganki, olimlar tugab ketmaguncha, yer tevrash ko'p bo'lmaguncha, zamonlar yaqinlashmaguncha, fitna fasodchilik ko'paymaguncha ve kishilar igiz binolarga urullashmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi degan. Endi hadisdagi olimlardan dini olimlar zamonlarning yaqinlashidan, turmushning qiyinchiligidan, ishning ko'pligi va hodislarning ko'p yuz berishi sababli kunlarning xuddi soatlardek tez-tez o'tib ketadiganligi maqsad qilinishi mumkin endi. Endi haqiqatni qo'rqmay so'zlaydigan dini olimlarning tugab ketganligi, yer tevrash hodisalari bilan fasodchiliklarning ko'p bo'layotganligi, tirikchilikning qiyinchiligi sababli vaqtning tez o'tganda his qilinishi va kishilarning igiz binolarda o'tirishi qatorliq ishlarning hammasi zamonimizda rasmiy amalga oshirilgan. Altıncısı cazanı xorluqning ko'payib ketishi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomatning alomatlaridan sanab kishilarga bir zaman keludiki, bu vaqtda jazona, ya'ni o'sim yemagan odam qolmaydi. Jazoni yemagan odamga uning chang tuzallari yetadi degan. Zamonimizda bankalarning ko'payishi va taraqqiy qilishi bilan o'simning hamma joyda umumlashganligi Payg'ambar alayhisalom xabar berganlarning hammasini rostligini isbotlaydi. Hatto bankaga berib bankada muomala qilishga majbur bo'lib qolganligi nurg'un kishilarningki. Buni isbotlaydi. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomatning kichik alomatlari to'g'riliq olimlarning tugab ketishi, jaholatning ko'payishi, erlarning ozlab ketishi, ayollarning ko'payib ketishi deb xabar bergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana Müslümanlar bilan Yahudilar urushmoqcha qiyomat bo'lmaydi. Yahudilarni musulmonlar tarmar qiladi. Hatto birer Yahudi qochqil yer topolmay, cho'ng toshlar va daraxtlarning orqasiga yushinib olsa-mu, tosh va daraxtlardan ovoz kelib, "Ey musulmon, orqamda Yahudi bor. Kel uni o'ltir" deydi va o'ltirdi. Faqat G'ardaq nomli bir Yahudi daraxtidan ovoz kelmaydi degan endi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan. Birov Payg'ambar alayhisolamning qiyomat qachon bo'lganligini so'rganida, Payg'ambar alayhisolam uningga omonat yo'qolganda qiyomatni kutsang bo'ladi deb javob bergan. U omonat qanday yo'qoldi deb so'ralganda, layoqatsiz kishilar ish boshqarganda deb javob bergan. Endi hozir islom dunyosida shu layoqatsiz kishilar ish boshqarganlik uchun yaxshi niyatlik, haqiqiy mu'min xalq ommasi o'zining musulmon qarindoshlariga qarta yordamni qilmoqlik, o'zini islom dinini ko'rsatgan bo'yicha haqiqiy musulmoncha yashashga imkoniyati bo'lmoqlik hamda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir zaman kelidiki, birov sapaga yulinib o'tirib,
mening hadislerimden birer hadis o'qilganda sizlar bilan bizning aramizda Allohning kitobi Qur'on borgo, uningda halol deganlarni halol, harom deganlarni harom deb bilsak bizga yetdi deydi. Bilinglarki, Allohning payg'ambari harom qilgan ishlarni Alloh harom qilgan ishlarga o'xshashdir deydi. Chunki sunnatmi ma'na jihatdan Alloh taolodan kelgan vahiy bo'lganligi e'tibori bilan uning Qur'on Karim bilan bo'lgan munosabati va bog'lanishi intayin mustahkam, chambarchas bir bog'lanish. Chunki sunnat Qur'on Karimni ochiqlash uchun kelgan yagona manba. Qur'on Karim lafzi ve ma'nisi bilan Alloh taolodan kelgan vahiy bo'lsa, hadis, ya'ni sahih hadis ma'nisi Alloh taolodan, lafzi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kelgan. Shunga har ikkilisini vahiy deymiz. Endi qiyomatning cho'ng alomatlaridan 4 tane alomat bor, cho'ng alomatdan. Birincisi Mahdining kelishi. Ahir zamanda İmam Mahdi'nin çıkıdığalığı doğrusunda sahih hadisler kelgan. İmam Müslim Cabir radhiyallahu anhu'dan rivayet kılgan bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan ki Meryem oğlu İsa çüdo. Ularning emiri Mahdi İsa'ga kel bizge iman bulup namaz okup bergen deydi. İsa yo'q, sizlar bir-biringlarga emirdor. Bu Allah'ın bu ümmetke ata kılgan hürmetidir deydi. Sahih Müslim 225. hadis. Yana İbn Majah, Abu Davud, Ummu Salama radhiyallahu anhadan rivayet kılgan bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mahdi mening ailemden, yani Fatime'nin avlatları içinden kilido degan Albani'nin sahih hadisler toplumu da bayan kılgan, sahih deb bayan kılgan 6734. hadis. Yana Abu Sa'id Hudri radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsa ibn Meryem arkasında durup namaz okuyduğun adam bizdendir degan. Yani bizden bo'lgan bir kişinin arkasında durup İsa ibn Meryem namaz okuydu şu çağda deydi. Yani bu mu Allama Albani'nin sahih hadisler toplumu 5796. hadiste bayan kılgan. İmam Şavkani İmam Mahdi'nin çıkıdığanlığı hakkında sahih ve onundan derece cihatte tüven bulup cami 50'den köprek hadis kelgenligini bayan kılgan. En ikincisi Deccal'ın çıkışı. Deccal çıkandan keyin o xudolik davası kılıp köp kişilerini yüzüge işendirip gidiyordu. Deccal'ın sözlerine işengen kişi imandan ayrılıp kaldı. Şuna Peygamber Aleyhisselam bizge Allah Teala'ya sığınıp Deccal'ın şerrinden panah tileşini tavsiye kılgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namazda ettehiyyatüden keyin okuduğun şu dualarının içinde şu Deccal'ın şerrinden panah tileydi yani. Şunu tileşini ümmetiga ügetken. Men sizlarni Deccal'dan agahlandırman. Her bir peygamber kavmini agahlandırgan. Lekin sizlarga burun hiç bir peygamber demigenini deymen ki Deccal bir közlüktür. Şeksiz ki Allah bir közlük emas. İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet kılgan hadis. Üçüncüsü İsa Aleyhisselam'ın asmandan düşüşü. İsa Aleyhisselam kıyametke yakınlaşkanda asmandan düşüp Deccal'ını yo'qotdi ve Allah Teala'nın emri bilen yeryüzünde İslam dinini qaytini güllendirdi. Kur'an-ı Kerim'deki bunu 2 ayet bunu dalalet kıldı. Ve innehu la'ilmun lis-sa'ati fela temtarun biha. Şeksiz ki o yani İsa'nın asmandan düşüşü elbette kıyametin yakınlaşkanlığının alametidir. Onun herkes şek keltirme. Onun herkes şek keltirgücü olma. Zuhruf suresi 61. ayet. Yani bir ayet ve inne min ehli kitabi illa liyu'minanna bihi qabla mevtihi ve yevmel kıyameti yekunu aleyhim şehida. Ehli kitaptan her kandıqı İsa ahir zaman asmandan düşkenden keyin o can üzüştün burun çokum onu iman etdi. İsa kıyamet günüde ularning ziniga guvoh bo'ldi. Nisa suresi 159. ayet yani. En dördüncüsü Quyoshning
mag'ribdan chiqishi, ya'ni kun petish tarafdan chiqishi, quyoshning kun petish tarafdan chiqishi bilan iymon va tavbaning vaqti tugaydi. Ya'ni bu vaqtda aytgan iymon va qilgan tavbaning hech foydasi bo'lmaydi. Alloh taolo bu haqda hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya robbuka aw ya'tiya ba'du ayati robbika yawma ya'ti ba'du ayati robbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Yani ular fakat özleriga farishtalarning kelishini yoki Rabbining kelishini yoki Rabbining qiyomatning yaqinlashganligini ko'rsatadigan ba'zi alomatlarning kelishini kutadi. Rabbining ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi amal qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ldi degan. Alloh taolo hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Allah bizni hammamizni to'g'ri yo'lga boshlig'ay. Amin.